200 ming so'm uchun uyingizni olib borib ko'rsatib, obzor qilib bergan bo'larmidingiz? Uyim Nyu-Yorkda. Rostdan. Ha? Hozir bu yerda qanaqa yashayapsiz? Bitta Hiltonda yashayapman. Yuring bo'ldi ko'rsating. Voy. Yuring ketdik. Opani so'rab qo'yasiz. Opa uydamisiz? Islomteda bloger borlar edi. Yoki 200 mingga uyimizni obzor qilib chiqmoqchilar. No! Nima, opa, hozir 200 ming o'zim ishlab olaman. Yo'dvatdilar. 200 ming so'm uchun uyingizni ko'rsatib, obzor qilib berishga rozi bo'lgan bo'larmidingiz? Конечно. Yuring ketdik. Bir-biringizga kim bo'lasizmi? Opa singil. Kim turadi bu uyda? Biz. Sney. Nima qilasiz bu yerda? O'tiramiz televizor ko'rib. Kim bu yerda uxlaydi? Men. Men bu yerda fenli. Qani video ko'ramiz. Voy vo, 14-etajdamiz o'rtoqlar. Bu yerda kim kosmetikasini qiladi? Просто yuvib qo'ydik. Tak, bu yerda kim xonasi? Nasetka. Tak. Kirsak bo'ladimi? Ha, men bilan. Opalarning uylari ekan. Bu yerda oynadan hozir video ko'ramiz, oynadan. Endi salom alaykum qilib bo'larkan, bir-birlarga yana turib. Bo'yinadigan joy. Samarqand oshiysizlarmi? Nima, просто tak zakaz qilib yemayapsiz? Yo'q, olib keluvdim men. Oho, 978 ta kiyim. Ehe. Зато всё красиво. Ma'mur qarab, yo'q keling. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 nahoslar. Mana bitta nima? Ha, okey. Tualet vanna. Qiziqarli joy demadingiz. Qani bitta stol? Bu yerda pishirib yo'q deysizlar. Qani bitta холодильник. Vo, mana bu yerda ekan. Eng qizig'i. Men bunaqa hozir to'la холодильник kutmadim ikkita qizda. Это еще закончилось, мы только хотели базар. Zaytun, sir yana, tuxumli, qatiq, limon, nima kerak? Olma. Va hamma narsa mana bunaqa qarang, garoxlar. Mana buni qarang. Golubika, avokado, morozilkada. Okey, bu yerda baliqmi, go'shtmi bilmayman. Bu yerda polfabrikatlar. Nima ish qilasiz o'zi? Uydagilarni duo qilaman. Bu uyda o'zi arendaga turasizmi qanaqa? Arenda Necha pul to'laysiz? 700. $700. Uyingizni obzor qilib berganingiz uchun tabriklayman. 200 ming so'm yetdingiz. Mala. Obuna bo'lgan bo'lsangiz 100 ming so'm qo'shib beraman. Okey, obuna bo'lgan ekansiz. Obuna bo'lganingiz uchun yana 100 ming so'm yutib oldingiz. Yana savollar bormi? Bo'ldi shu. O, tak zarabатываем.